Xo'p, assalomu alaykum ustozlar. Bizdan ushbu masalani so'rashgan ekan. Bizda shunday qilib 128 ta blostamer hosil bo'lgan. Bu sal murakkab masala bo'lganligi uchun sal murakkabroq tushuntiraman buni. Ya'ni, xo'p, bizda 128 ta blostamer bor. Agar men 128 dan birini ayirib tashlaydigan bo'lsam, 127 qoladi, to'g'rimi? Bizda 127 chiqadi. Bu 127 bu bo'linishdan hosil bo'lgan hujayralar hisoblanadi. Bo'linishdan hosil bo'lgan. Hamisha blostamerlardan birini ayirish orqali bo'linishdan hosil bo'lgan hujayralar kelib chiqadi. Sababi sizlar o'ylaysizlar 128 ta blostamer bu bo'linishdan hosil bo'lgan deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. Dastlabki mana bu yerda zigota turibdi. Zigota. Bu zigota bir dona zigota hisoblanadi. Bir dona zigota bu bo'linishdan emas, qo'shilishdan hosil bo'lgan. Hayvonlar bo'lsa miyoz bo'lyapti. Xo'p, qo'shilishdan hosil bo'lgan bo'lyapti. Bir dona zigota bu qo'shilishdan hosil bo'lgan. Bu 128 ichida bir ham bor. Shuning uchun ham birda ayirib tashlasangiz, mana yerdan bo'linishdan hosil bo'lgan hujayralar kelib chiqadi. Bu 128 jami blostamer hujayralari. 127 bu blostamerlarning bo'linishdan hosil bo'lgan blostamerlar hisoblanadi. Tushuntira oldimmi? Bo'linishdan aynan blostamerlarning bo'linishidan hosil bo'lgan 127 ta blostamer hisoblanadi. Endi shulardan o'ylamanglar, tag'in ekvatorial topish osonki 128 yoki 127 100%, 832 ni qo'shamiz deb. Shoshilmanglar. Qaranglar. Yaxshilab tushuntirishga harakat qilaman. Iloji boricha. Xo'p, qanday qilsam bo'ladi? Bunday qilamiz. Qaraymiz. Mana yerda, mana qaranglar. Bitta zigota turibdi, to'g'rimi? Bitta zigota bo'linyapti-da, mana bo'linyapti. Meridian bo'linishda ikkita hujayra hosil, ikkita blostamer hosil bo'lyapti. Bir marta meridian bo'linganda, ana endi ikkinchi meridian bo'linishida 4 ta. Savol tug'iladi. Ikkinchi meridian 4 ta hujayrani bo'ldimi yoki 4 ta blostamer hosil bo'ldimi? Sizlar aytasizlar, ikkinchi meridian ikkita zigotani, ikkita blostamerni bo'ldi va 4 ta blostamer hosil bo'ldi. Tushunyapsizlar? Mana zigota bir meridian bitta hujayrani bo'ldi va ikkita hujayra bo'ldi. Ikkinchi meridian ikkita blostamerda bo'ladi. Ikkita blostamerda. Undan keyin 4 ta bizda blostamer hosil bo'ladi. 4 ta blostamerda endi birinchi ekvatorial bo'ladi. Birinchi ekvatorial bo'ladi. Mana bunday bo'ladi. Bo'lganida mana 8 ta blostamer hosil bo'ladi. Demak, mana bu 8 ta blostamer bu ekvatorial yonidagi 8 ta blostamer bo'ldi degani emas, faqatgina ekvatorial bo'linishda 8 ta blostamer hosil bo'ldi. Birinchi ekvatorial 4 ta blostamerda bo'lgan. Mana birinchi ekvatorial nechta blostamerda bo'lgan? 4 ta blostamerda bo'lgan. Dastlab mana zigota edi. Xuddi tushuntira oldimmi? Demak, birinchi ekvatorial 4 ta blostamerda bo'lgan va 8 ta blostamer hosil bo'lgan. 8 ta blostamerda endi meridian bo'lib 16 ta blostamer hosil qiladi. 16 ta meridianda ekvatorial bo'lib 32 ta blostamer hosil qiladi. 32 ta meridian bo'lib 64 ta meridian hosil bo'ladi. 64 ta meridianda ekvator bo'lib 128 ta blostamer hosil qiladi. Shuna qilib bizda 127 bo'ldi. 127 da 100% qilamiz. Bizda sanaymiz. 4 ga 16 20 bo'lyapti. 20 ga 64, 4 ga 16, 20 bo'lyapti. 20 ga 64 nechi? 20 ga 64 84 hisoblanyapti. 84 da x qilamiz, adashmasam 66,141 shunaqangi son chiqadi. Mana shu javob bo'ladi. Xuddi shunday ishlanadi. Faqatgina sizlar chalg'ishlaring mumkin mana bu holatga. Mana bitta zigota meridian dastlab birinchi zigotani bo'lganda ikkita meridian hosil bo'ladi. Meridianga 2 qo'yganimiz
meridian ikkita blastomerni hosil qilgan, lekin bu ikkita blastomerda bo'ldi degani emas. Dastlab bitta zigotani bo'lgan, keyin ikkita blastomer hosil bo'lgan. Shu ikkita blastomerda ikkinchi meridian bo'lyapti. Demak, ikkinchi meridian nechta blastomerda bo'lyapti? Ikkita blastomerda bo'lyapti. Keyin 4 tani hosil qilyapti. Endi bu 4 tani hosil qilganda ekvatorial bo'lib 8 ta blastomerni hosil qilyapti. Shuni e'tibor berishimiz kerak. Ikkinchi usuli bor. Bizda jami qo'shib chiqamiz. Jamni qo'shib chiqsak 256 100% qiladi. Ham meridian ham ekvatorial bo'linishda qo'shganim uchun ayirib tashlayman. 256 dan 2 ni ayirib tashlayman. 254 bo'ladi. Shuning uchun bu yoqqa 254 bo'lamiz. Xo'p, endi ekvatorialda o'zini keyin 8, 32, 128 ta qo'shib chiqasizlar, 168 chiqadi. Shunda ham javobini topsalar ham bo'ladi. Faqat bu boshqacha usul. Endi buni sal tushunish kerak. Lekin sizlarga eng sodda usul, mayli ko'rsatmang, endi ko'rsatib bo'ldim. Nima qilaman endi? Mana bu usul hisoblanadi. Tushuntira oldik. Faqat eslab qolinglar. Birinchi ekvatorial bo'linchasi 4 ta blastomer bo'ladi, lekin 8 ta blastomer